Feromonlar haqiqati haqida gapiramiz. Feromonlar haqiqatini aytib o'tganda bunga ishonish majburiy emas, ammo bu asl haqiqat. Feromonlar ikki xil turda bo'ladi. Bir turi bu sun'iy tur, duxiylarni turg'un turuvchi holatini uzaytiradi. Ana yurganda, kirganda ham kiyimlaringizdan ketmaydi. Misol, bu feromonlar ikki xil turda olinadi. Buni xatarli, xavfli tomoni yana ikkinchisi shundaki, buni originali bo'ladi. Sun'iy olingan feromonlar qo'rqinchli emas, ammo haqiqiy ana buni ilohiy yo'l bilan olingan feromonlar juda ham xavfli va juda ham inson hayotini xatarga soladigan holatlar bor. Feromonlarni sun'iy bo'lmagan boshqa turi o'liklardan olinadi. O'liklar, misol morglarda qolib ketgan egasiz o'liklar, ularni terisidan olinadigan yog'dan olinadi va ular duxiylarga qo'shtiriladi va u turg'unlikni kuchaytiradi. Yakson sarson ruhlar o'sha duxiylarni izidan tushadi, o'linmas qudratlarni ovora bo'lgani uchun keyin o'z jazosini o'sha feromonlik duxini ishlatgan odamdan обязательно o'ch oladi, albatta o'ch oladi. Buni bilish zarur. Shu uchun iloji boricha feromoni bor duxiylarni ehtiyot bo'lib olib ishlatishni tavsiya qilaman.